Siz bilarmidingiz SPF ni bu sonlari nimani anglatishini? Ya'ni 50, 30, 15, 10, 25 shu sonlari. Assalomu alaykum. Qalaysizlar, tuzimsizlar qizlar. Bugun sizlar bilan SPF haqida ba'zi faktlar to'g'risida gaplashamiz. SPF o'zi eng yuqori bahosi 50 faktor hisoblanadi. Undan keyin esa 30 va 15. Ya'ni 30 slabiyroq va 15 undan-da slabiyroq. 50 faktorlini biz asosan yozda va quyoshli vaqtda, ya'ni quyosh mana shunaqa charaqlab turgan vaqtda ishlatamiz va kunda ko'proq qolib ketishingizni bilganingizda 50 SPF ishlating. SPF ning 30 faktorini siz kuzda va qishda ishlatishingiz mumkin. Ya'ni bulutlarning orqasida quyosh nurini sochib turgan paytda ultrafiolet nurlari bulutlar orqasidan kirishi mumkin va hattoki oynalardan ham o'tib ketadi. Shu sababdan siz hattoki kuzda ham va qishda ham SPF ishlatganingiz ma'qul. O'rtoqlar, Semili SPF juda ham yengil teksturaga ega va sizni teringizni juda ham mustahkam himoya qiladi. Terini erta qarishini, dog' tushishini oldini oladi va mayda ajinlarni tushishini oldini oladi. Semilining SPF kremini Uzumdan Semili sahifasidan xarid qilishingiz mumkin.